Assalamu alaikum. Tamam, hoş geldiniz. Nerede geldiniz? Nerede geldiniz? Bugün bizden sonra çoğun temimiz, konumuzu biraz yerim kıldı. Çünkü biz bugün rast haqiqiy ish to'g'ri so'zlashimiz. İnsan yolg'on gap bilan uni xushal qildi. Shunga bizni xushal qildi Alloh, kuldirdi Alloh, ko'pincha yolg'on gap qildi. Alloh taolo Qur'on Karimda shuning uchun falyadhaku qalila walyabku kathira. Oz kulinglar, ko'p yig'langlar deydi. Agar biz his qila olsak, haqiqiy tunib yeta olsak, bugun o'qimoqchi bo'lgan darsimiz bizni yig'iltishi lozim. Biz ilgirki haftadagi darsimizda o'limning bir dunyodan, ya'ni bu dunyodan abadiy yurtimizga yetkilish ekanligi, Allohning huzuriga berish ekanligi, shundaqla biz ayrilgan, bizni ilgari ketgan tuqqanlarimiz bilan uchrashadigan bir manzilga kirish ishki ekanligi, shundaqla dardimizga darmon ekanligi bilan tunishib chiqdik. Ya'ni o'lim yomon ish emas ekan. Lekin o'lim ana shundaq bizni ayrilganlarimiz bilan uchrashtirsimi, dardimizga darmon bo'lsimi, Allohning huzuriga berish bo'lsimi, biz bir musulmon mu'min bo'la sifatimiz bilan o'limni orzu qilmaymiz. Ammo yaxshi o'limni orzu qilamiz. Bir musulmonninki o'limni tilishi to'g'ri emas. Chunki bu hayot bir imtihon maydoni. O'limni tilaganligi bu imtihon vaqtining fursatini g'animat bilmaganligi. Ammo bir musulmon, bir mu'min yaxshi o'limni tilishi kerak. Chunki dunyoda nurg'ulg'an kishilar yaxshi qilishi mumkin. Biz o'zimiz nurg'ulg'an yaxshilarni qilishimiz mumkin. Lekin shu yaxshi ish ustida yashab, hayotimizning oxirigacha shu yaxshi ish ustida o'lishimiz bu ayrim bir masala. Biz nurg'ulg'an kishilarga havas qilib, ulardan ta'sirlangan, ulardan nurg'ulg'an o'rnakni olgan kishilar hayotining oxirida yo'li burilib, boshqa yo'llarga ketgan nurg'ulg'an kishilar bor. Shuning uchun eng muhim bo'lgani qanday yashashimiz, undan muhim bo'lgani qanday o'lishimiz. Payg'ambar alayhissalom hadisda la alaykum alla tu'jibu bi ahad. Sizlar bir odamga uning hayotining qanday oxirlashganligini ko'rmagan qadar havas qilmanglar, hayron qolmanglar deydi. Bir odamga nihoyat havas qilamiz. Qashki shu odamdek yaxshilarni qilsam, ulug' yo'llarda mansam deb havas qilamiz. Muhim bo'lgani u odamning shu ish ustida hayotini oxirlashtirib olishi. Fa innal amil ya'malu zamanan min umrihi. Chunki bir yaxshi qiluvchilar, ulug' yo'lda mang'uvchilar umrdan bir muddat yaxshi yo'lda, shu ulug' yo'lda mang'udi. Law mata alayhi dakhala janna. Ana shu manga yo'lda agar o'lib ketsa, jannatga kiradi. Ana shunda ulug' yo'lda mang'udi. Thumma yatahawwalu fay'amalu amalan sayyi'a. Ondan keyin yo'li burilib, boshqa behuda, yomon ishlarga ketib qoladi. Va innal abda liya'mal al-burhata min dahrihi bi'amali sayyi. Ba'zi bir kishilar, ba'zi bir musulmonlar ba'zi yomon ishlarni qiladi. Agar shu yomon ish ustida o'lsa, dozoqqa kirib ketadi. Lekin ular hidoyat sabablik va boshqa bir sabablik yo'lni o'zgartib, yaxshi yo'lda mang'adi. Va idza aradallohu bi'abdihi khayran ista'malahu qabla mawtihi. Agar Alloh taolo bir bandaga yaxshilik qilmoqchi bo'lsa, uni o'limdan ilgari, ya'ni uning jannatga ilishdan ilgari uni ishiltidi deydi. Sahobalar: "Ey Rasululloh, Alloh qanday ishiltidi?" dedi. Payg'ambarimiz Muhammad alayhisalom: "Yuwaffiquhu li'amalin solih, thumma yaqbiduhu alayh." Yaxshi ishga uni muvaffaq qiladi, ondan keyin shu ishning ustida uning jannatini oladi deydi. Ya'ni o'limdan ilgari tavbaga muvaffaq qiladi, yaxshi yo'lga muvaffaq qiladi. Shu yaxshi yo'lga mangandan keyin uning jannatini oladi deydi. Shundaqla hadisning oxirida innamal a'malu bil xawatim. Hisob qilindigini hayotimizni qanday oxirlashtirganlik. Shuning uchun boshqalar yaxshilik qilgan bo'lsa, Alloh shu yo'lni mustahkam qilsin deyishimiz kerak. O'zimiz bir yaxshi yo'lga muyassar bo'lgan bo'lsa, Alloh meni bu yo'lda mustahkam qilsin deb tilashimiz kerakki, hargiz mag'rurlashqa bo'lmaydi. Chunki kim biladi, nurg'ulg'an sabablar orqali u yo'ldan ayrilib ketamdi, xato yo'lda men qilamdi, hayotimizning oxirini qanday oxirlashtiramiz, uni hech kim bilmaydi. Masalan, sahobalar orasida Payg'ambarimiz Muhammad alayhisalomga vahiy kelgan vaqtida Osmon ibn Affon radhiyallohu anhuninki imildash bir tuqqan qarindoshi bor edi. Abdullah ibn Sa'd ibn Abi Sarh deydigan. Bu sahoba 10 yoshga kirgan vaqtda Payg'ambarimiz Muhammad alayhisalomga vahiy kelgan, balog'at yetgandan keyin islom iymonini tushunib iymon etgan. Bu sahoba o'qib yozadigan bo'lg'achqa Payg'ambarimiz Muhammad alayhisalomninki vahiyni yozadigan bir kishiga aylangan. O'ylab boqinglar, Payg'ambarimiz Muhammad alayhisalomninki vahiyni yozish degan hammiz havas qiladigan bir ulug' ish shundaqo. Bu sahoba Rasululloh bilan Madinaga hijrat qilgan, ammo Madinaga hijrat qilgandan keyin iymondan yenib ketgan. Iymondan yenib ketib Makkaga qaytib ketgan. Hatto Makkaga qaytib mushuklar bilan birga Payg'ambarimiz Muhammad alayhisalomning yomon gapini qilishgan. Beshida biz hammamiz havas qiladigan bir ibodatga muyassar bo'ldi. Keyin qanday bo'ldi? Xato yo'lga ketdi. Hijriyaning 8-yili Payg'ambarimiz Muhammad alayhisalom Makkani fath qilgan vaqtida Hazrat Osmon o sahabani Rasulullohning qishiga olib keldi. Bu sahoba Hazrat Osmon bilan Rasulullohning qishiga kelib, o'zining tavba qilganligini e'lon qilib, yana qaytadan musulmon bo'ldi. Rasulullohning vafotidan keyin Hazrat Abu Bakrning davrida, Hazrat Umarning davrida, Hazrat Osmonning davrida butun jihatlarga qatnashdi. Endi masalan, ma sahobaning hayotiga bir qarab boqaylik. Beshida musulmon bo'ldi, Rasulullohning katib bo'ldi. Hammamiz da havas qilgan bir ulug'. Ondan keyin murtad bo'lib ketdi. Ondan keyin yana islomga kirib jihad qildi. Eng oxirisi jihad maydonida shahidlab o'ldi. Demak, biz imtihon maydonida jon chiqmag'uchilik har vaqt o'zimizni xotirjam bo'lsa qolmaydi. Tunji qatim qaragan vaqtimizda havas qildik sahobaga. Keyin qatim qaragan vaqtimizda xato yo'lga ketdi dedi. Keyin qanday bo'ldi? Yana hidoyat deb shahid bo'ldi.
Shuning uchun har qanday kishiga baho berishga aldirmasligimiz kerak. Boshqalar to'g'ri yo'lda bo'lgan bo'lsa, Alloh shu yo'lni mustahkam qilsin deyishimiz kerak. O'zimiz to'g'ri yo'lda bo'lgan bo'lsak, Alloh meni hayotimni mushu yo'lda to'g'ri yo'lda bo'lgan nasib qilsin deyishimiz kerak. Chunki oxirgi hayotni qanday oxirlashtirish Alloh taolaninki mu'minga oxiratda beradigan mukofotining oldingi qismi. Ya'ni bir mu'minning oxiratda hayoti yaxshi bo'lsa, oqibati yaxshi bo'lsa, Alloh taolo u mu'minga bishorat berish uchun o'limini go'zal shaklda, yaxshi ish ustida vafattab qo'zidi. Agar bir mu'minning oxiratdagi oqibati yomon bo'lsa, Alloh taolo u mu'minninki oxiratdagi azobini o'ldirib, o'limini yomon o'limga nisb qiladi. Inson har vaqt qalbi o'rlib cho'rlib turadi. Shuning uchun payg'ambarimiz Muhammad alayhisalomning har vaqt qiladigan duosi nima? Ya muqallibal qulub, tabbit qalbi ala dinik. Ey qalblarni o'rib cho'rguchi, har xil ishlarga qiziqtirguchi, ya'ni bizning qalbimiz ilkida olgan zot mening qalbimni to'g'ri yo'l ustida, ya'ni dining ustida mustahkam qilgan degan bu duoni ko'p qiladi. Bizning oqibatimizning yaxshi bo'lishi, o'limimizning go'zal bo'lishi yoki yomon bo'lishi nimaga bog'liq? Alloh taolo Qur'on Karimda am hasiballazina ijtarahus sayyi'at an naj'alahum kallazina amanu va amilus solihat sawa'an mahyahum va mamatuhum. Yomon ishlarni qilganlar, gunohlarni qilganlar, Allohga ishinib, yaxshilarni qilganlar bilan hayoti va o'limi o'xshash bo'ldi deb o'ylandi. Sa'ama yahkumun. Ularning bu nima degan yomon? Ya'ni dunyoda yaxshilarni qilganlar bilan yomon ishlarni qilganlarning o'limi hargiz o'xshash bo'lmaydi. Yaxshilarni qilganlarning o'limi husnul xotima, go'zal oqibat bilan oxirlashib, farishtalarningki alla taxafu va la tahzanu va abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Shunda sakratga tushgan vaqtida farishtalarningki g'am qilmanglar, g'am tugidi va abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Sizlarga va'da qilingan, Qur'onda aytilgan jannat bilan bishorat beringlar degan bu bishoratini sakratga tushgan vaqtida oladi. Xo'sh, unda bo'lsa, inson oqibatininki hayotining go'zal shaklda oxirlashi uchun nima ishlarga diqqat qilish kerak, nima ishlarni qilmaslik kerak? Biz hayotimizni qanday oxirlashtirmoqchi bo'lsak, shu ish bilan mashg'ul bo'lishimiz kerak. O'zimizning hayotiga bir qarab chiqib boqaylik. Ko'nglimiz nimaga moyil, nima ishlar bilan mashg'ul bo'layotimiz? Hozir mashg'ul bo'layotgan ishimiz bilan Alloh taolo jinimizni olsa, biz rozimi? Mani o'zimizni bir so'rab boqishimiz kerak. Shundaqla qilayotgan ishimizga bir ko'z yugurtib, niyatimizni ruslashimiz kerak. Maktabda o'qiyotgan bo'lsanglar, maktabdagi o'qishdagi maqsad nima? Tijorat qilayotgan bo'lsa, tijorat qilishdagi maqsad nima? Agar tijorat qilishdagi maqsad pul tepib, dunyoda rohat yashash bo'lib qolsa, ya'ni dunyo qo'g'lish bo'lib qolsa, agar shu tijorat ustida o'lsak, biz husnul xotima, go'zal oqibatda o'lgan bo'lmaymiz. Agar bizning shu pulni tepishga maqsadimiz yaxshi yo'llarga sarf qilish, Alloh yo'lida ishiltish, mushu niyat bilan pul tepishning ichida bo'lsak, agar shu holatda shu niyatni o'lab ketib qolsak, payg'ambarimiz Muhammad alayhisalom degandek, rostchilar bilan birga bo'lamiz. O'qimoqchi bo'lganlarmi, o'qib, diplom olib, yuqori maosh olib, faqat mushu dunyoda go'zal yashash, rahat yashashni maqsad qilgan bo'lsa, shu xizmat ustida, shu o'qish ishida vafot topsa, ular yaxshi o'limda o'lgan bo'lmaydi. Ammo o'qishdan bo'lgan maqsad millatimni kuchlantirish, bu musulmon xalqimni zulmdan qutuldirish degan mushu niyatda bo'lsa, agar shu niyatda vafot topsa, bu oqibati yaxshi o'limda vafot topgan bo'ladi. Navbatda qilayotgan ishimiz ustida Allohningki bizning jinimizni erishishni qo'rqsak, biz o'zimizni bir tekshirishimiz kerak. Ya'ni xulosa aytgan vaqtda qanday vafot topishni xohlasak, hayotimizni qanday oxirlashini xohlasak, shu ish ustida mashg'ul bo'lishimiz kerak. Chunki o'lim tuyuqsiz keladi. Qachon o'ldiganligimizni bilmaymiz, lekin qanday o'ldiganligimizni o'zimizdan tanlash fursati bor. Chunki biz qanday yashasak, shunday o'lamiz. Agar dunyoda harom ishlarni o'zimizning qo'limizdan tatib, Allohga haqiqiy iymon bilan yaxshilarni qilib, yomon ishlarni o'zimizdan tatib yashasak, Alloh taolo bizni mushu dunyoda, ya'ni o'limga hozir bo'lgan vaqtida tavhid ustida mustahkam qiladi. Alloh taolo Qur'on Karimda "Yuthabbitullohu allazina amanu fil hayati dunya" deydi. Allohga ishongan kishilarni Alloh taolo mushu hayoti dunyoda tavhid so'zida iymonda mustahkam qiladi deydi. Shundaqla biz hammamiz bularni yoshlar fikriy jihatda nurg'unlik odamga qiziqsizlar, nurg'unlik odamni cho'ng bilisizlar. O'zinglardan bir so'rab beqishinglar kerak. Men o'sha cho'ng bilgan kishilar bilan qiyomat kuni birga hashr qilinsam, men rozi deyalsanglar, sizlar havas qilgan odam to'g'ri. Agar men shu havas qilgan odam bilan birga hashr qilinsam, men rozi emas desanglar, sizlar havas qilgan odam to'g'ri emas. Shuning uchun kimga moyil bo'lganliginglarni, kimga havas qilganliginglarga yaxshi qarab chiqishinglar kerak. Salaf olimlarimizdan birisi bir tomning qishig'i kelib, yelin tug'an bir tomning qishig'i kelib bir tafakkur qilib qoldi-da. Birdan qarab turgandan keyin tom g'ilib yiqilib tushdi. Bu ustoz tabassum qildi. O'quvchilar hayron qilib, "Ustoz bu nima bo'ldi? Tomga qarab tom yiqildi, tabassum qildingiz-ku?" dedi. Ustoz aytdi. Tom o'zi moyil bo'lgan tarafga yiqildi. Inson o'zi nimaga moyil bo'lsa, shu narsa ustiga yiqiladi. Ya'ni shu narsa ustida jinni Allohga topshiradi. Deb o'quvchilarga mana bu gapni qilish orqali bir ibrat dars berdi. Shuning uchun hammamiz qalbimizda bizning qalbimiz nimaga moyil? Dunyoga moyilmi yoki oxiratga moyilmi? Allohga moyilmi yoki o'yin tomoshaga moyilmi? Buniga bir qarab chiqishimiz kerak. Agar Allohga moyil bo'lsa, haqiqiy Allohga moyil bo'lsa, bizning oqibatimiz yaxshi bo'ladi. Ya'ni hayotimizning oxirati go'zal bo'ladi. Alloh xiyolimizda yo'q, butun o'yin tomosha qalbimiz moyillab qolsa, qalbimizdan Alloh biladi. Biz shu yomon oqibatga ulab ketishimiz mumkin. Shuning uchun o'zimizningki qaysi xil fikrda, qaysi xil ish ustida, qaysi xil yo'nalishda, qaysi xil tarafga moyil ekanligimizga hammamiz bir qarab chiqishimiz kerak. Ikkinchidan, ya'ni
oqibatimizning go'zal bo'lishi uchun bizning qiladigan ikkinchi ishimiz gunohdan qo'l uzish. Biz bir ishning xatoligini bilamiz, lekin shayton sababli, nafsimiz sababli o ishdan qo'limizni uzolmaymiz. Bu vaqtda o'lib ketadiganligimizni eslashimiz kerak. Chunki gunohdan qo'l uzmaslik, "Ati tavba qilaman, endi men bir ish keldigan keyin tavba qilaman" deb tavbani kechiktirish insonni yomon o'limga mahkum qiladi. Saudiya Arabistonda 2003-yilga deyman, Shamsi deydigan bir gazet bor. Bu gazetga bir xabar chiqdi. Nayti g'ulg'ul oldu. Bu gazet yozishicha, bu bola qalaymagan videoni bir lentaga qachilab, uyga kirib, ishni taqib etib, kurashga boshlabdi. Bir kun o'tibdi, uydagilar bolalarni topolmabdi. Oxiri shu o'zining yotoq uyidan ishga etilgan. Bir kun o'tgandan keyin ishni yerib kirsa, bola shu qalaymagan videoni ko'rgan holatda vafot topgan. Bu bola vafot topgandan keyin bolaning ahvolini ko'rgan onasi hushidan ketgan. Eng echinishli bu bolani yuk dafn qilgan vaqtida qo'lida ko'rgan televizorninki tizginiki qolgan. Tizginakni tutgan peti ketib qolgan. Bu bolani yuydiganlar qo'lni qarib shuncha kuchsimi qo'ldan tizginakni ololmagan. Oxirida qo'lni kessak og'ildi ekan, mush peti ketib qopti. Tizginakni og'ili bo'lmadi degan vaqtda shu tizginak bilan birga dafn qilib o'tgan. O'ylab bakinglar, Allohning oldiga bu holatda chiqish nima degan echinishlar. Hamda hammamiz o'zimizning qo'lga bir qarab boqaylik. Payg'ambar alayhissalom hadisda inson nima ustida o'lsa, shu narsaning ustida hashr qilinadi deydi. Shu narsaning ustida tirildiriladi deydi. Bu hadisni anglagandan keyin men darhol o'yladimki, bizning hozir eng ko'p mashg'ul bo'lgan narsamiz nima? Telefon. Hammamiz telefonda nima ko'rganligimizga bir qarab chiqaylik. İnsan nimada ko'p mashg'ul bo'lsa, shu narsaning ustida vafot topadi. Shu behuda TikTok'dagi, Instagram'dagi qalaymagan videolarni ko'rgan holatimizda Alloh taolo bizning jinimizni qolsa, Allohning oldiga mushu xil holatda chiqish nima degan aytishlik. Shunga hammamiz o'zimizniki nima bilan mashg'ul bo'layotganligi, o'zimizning qo'limizdagi telefonni nimaga ishlatayotganligiga yaxshi qarashimiz kerak. Yaqinda sizlarni ko'rdinglarmiki, Facebook'ga bir odamningki ushtum tut o'lgan videosi chiqdi. Burundan tortib zolimni qo'llab kelgan korxonachi ekan bu. Shu yerdagi ma'lum bir diktator zolimni maqtab turgan yerda tuyuqsiz yiqilib jon taslim qildi. Demak, inson nima bilan mashg'ul bo'lsa, hayoti shuning bilan oxirlashadi. YouTube'ga qarab baqsanglar, tuyuqsiz o'lganlarda nurg'un naqshchilarninki naqsh etgan holatda jon o'zgarligini ko'rasizlar. Demak, qanday holatda jon o'zishni xohlasak, shu ish bilan mashg'ullanaylik. Agar shu telefon o'ynab turgan, qalaymagan videolarni ko'rib turgan holda jon o'zishni xohlasanglar, shuni ko'ringlar. Agar unda xohlamasanglar, tövbe qilib, darhol unda axloqsiz narsalarni ko'rishni qo'l uzinglar. Chunki o'lim tuyuqsiz keladi. Undan boshqa Ibn Qayyim Jawziyning kitobida bunday bir voqelikni bayon qiladi. Gunoh ma'siyatni faqat o'zini topmaydigan bir odam sakratga tushgan vaqtida shu yerdagi solih, noit, yaxshi kishidan birini chaqiradi. Qarasa sakratga tushgan. Bu odamning gap so'zsa nihoyatda tasda javob beradi, gap qila oladi. Bu vaqtda bu odam buningga la ilaha illalloh, la ilaha illalloh deb shunda la ilaha illallahni ig'zi tashlab turadi. Lekin bu odamning ig'ziga la degan gapdan boshqa hech qanday gap kelmaydi. Ya'ni sappasimi ig'ziga deyolmaydi. O'lgan vaqtda la ilaha illalloh deyishmi yaxshi o'limning bir belgisi bu. Demak, ilgari qanday yashagan bo'lsa, o'lgan vaqtidami shunda o'ladi. Alloh taolo Qur'on Karimda degandek, Allohga ishongan va shu iymonda rasul bo'lib yaxshi amallarni qilgan kishilarni Alloh taolo ana shu o'limda sakratdimi, shahodatda, iymonda mustahkam qiladi. Ammo hayot dunyoda qilgan ishni hammani qilib, sakratki vaqtida uning la ilaha illalloh ig'zi sappasimi u ig'ziga tushmaydi. Hatto Ibn Qayyim Jawziy shu kitobida ba'zi naqshchilarningki sakrat vaqtida qishidagi odamlar la ilaha illalloh deb shunda deb tusuma naqshini g'ingshig'anligini bayon qiladi. Nimishqa hayoti shu ish uchun o'tdi. Ölümü şu işine ahlaştı. Demek biz nima bilan mashg'ul olsak, ölümümüz şunun bilan ahlaşır. Şuna hammamiz qilgan ishimizga qaytadan bir qarab chiqishimiz kerak. Mushu ish ustida Alloh taolo mening jinimni olsa, men rozi deyalamdik. Buni bir o'ylashib beqishimiz kerak. Uchinchisi, hayotimizni yaxshi ahlashtirish sabab bo'lgan ishlarning uchinchisi bo'lsa, nachar kishilar bilan do'stlashishdan saqlanish. Yomon do'st, yo'ldan chiqib ketgan do'st bizni yomonlikqa ittiradi. Shundaqla bizningki yomon oqibatga o'lib ketishimizga sabab bo'ladi. Masalan, Abu Talib sakratga tushgan vaqtida payg'ambarimiz Muhammad alayhisalom: "Ey tag'a, la ilaha illalloh dan shu gapingiz bilan men Alloh taolaning qashida hujjat qilay" degan vaqtida Abu Talib deymi deb o'ylangan vaqtida uning hamrohlari kirib, ya'ni Abu Jahl boshqa tuqqanlari kirib, "Sen endi o'lgili qolgan vaqtingda Abdul Muttalibning dinidan yanamsan" deydi. Shu tufayli iymonsiz ketib qoladi. Demak, Abu Talibning iymonsiz ketib qolishiga kim sababchi bo'ldi? Hamrohlari sababchi bo'ldi. Shuning uchun oqibatimiz yaxshi bo'lsin, Alloh rozi bo'lgan shaklda, go'zal shaklda bu dunyoni ketaylik ekanmiz, do'stni yaxshi tanlashimiz kerak. To'rtinchisi, oxiratni unutmaslik. Inson oxiratni unutgan vaqtida faqat dunyoni ko'zlaydi. Uning ko'zida dunyodan boshqa hayot yo'q. Oxirat deydigan bir hayot uning hisobiga qo'shilmaydi. Unda o'g'aniga uning maqsadi faqat mushu dunyoda yashash bo'ladi. Maqsadi mushu dunyoda yashash odam shu dunyoga erishish yo'lida hech qanday vosita olmaydi. U o'limni unutmaydi. Shuning uchun dinga qarshi kelamdi, o'zining vijdoniga xilaf kelamdi, nima ish bo'lsa qilaveradi. Shunga Alloh
Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de bizni alohida ogohlantirib, Peygamberimiz Muhammed aleyhisselam hitap qilgan şekilde "Fala tu'jibike amwaluhum" ey Muhammed, kafirlarning, munofiqlarning dunyoda güzel yaşap ketganligi sizni hayron qoldirmasin. Oqibat bo'lsa taqvodorlarga xos. Oxirgi natija, oqibat güzel hayot taqvodorlarga xos deb Peygamberimiz Muhammed aleyhisselamga buni ogohlantirish bergan. Shuning uchun biz yomon o'limni o'lib ketmasligimiz uchun oxiratni asla esimizdan chiqarmasligimiz kerak. Bu dunyoninki oxirat hayotining bir parcha, bir muqaddimasi ekanligini unutmasligimiz kerak. Bir odamning o'lgan vaqtida uning yaxshi o'limda o'lganligini va yoki yomon o'limda o'lganligini belgilab bo'lgan alomatlar bormi? Albatta bor. Peygamberimiz Muhammed aleyhisselam bu vaqtda xabar bergan. Birinchisi, bir odamning o'limdan ilgari, vafot tepishidan ilgari la ilaha illalloh deb bu shahodat kalimasini kütüre alishi, ya'ni bu shahodat kalimasini ig'izda deya alishi bu odamning oqibatining yaxshi bo'lganligini bildiradi. Hayotini güzel şekilde oxirlashtirganligini bildiradi. Chunki la ilaha illalloh deyish bir nisib Allohning muvaffaq qilishi bilan bo'ladigan ish. Buning misollari nihoyat ko'p. Payg'ambar alayhissalatu vasallam hadisda "Men kana axir kalamihi la ilaha illalloh dakhala jannah." Kimki oxirgi so'zi la ilaha illalloh bo'lsa, jannatga kiradi deydi. Ikkinchisi, vafot topgan vaqtda peshonasi talab vafot topgan bo'lsa, jan o'zga vaqtda peshonasi talagan bo'lsa, bu odamningki güzel oqibatda vafot topganligini bildiradi. Chunki Payg'ambarimiz Muhammad alayhissalom hadisda "Mavtul mu'min bi'irqil jabin." Mu'minningki vafoti peshonasi talash bilan bo'ladi degan. Üçüncüsü, Allah yaxshi ko'radigan, Allah buyurgan ishlarning ustida o'lganligimiz, jon taslim qilganligimiz. Namoz o'qib turib, Qur'on o'qib turib, istig'for aytib turib, sajda qilib turib, eng yuqori pallasi Alloh yo'lida jihad qilib shahidlik bilan o'lish. Mana bu eng güzel oqibatda bu dunyodan ketganligimizningki alomati. Ba'zi kishilar ihrom bog'lab turib, haj qilib turib vafot topadi. Shundaqmi? Ba'zi kishilar Qur'on o'qib turib, demak mana bu bir odamningki o'liminingki güzel bo'lganligi. O'limining güzel bo'lganligi u odamning oxirat hayotining güzel bo'lganligini ko'rsatadi. Payg'ambarimiz Muhammad alayhissalom yub'athu abdin ala ma mata alayhi. Har qanday banda nima ish ustida o'lgan bo'lsa, vafot topgan bo'lsa, shu ish ustida tirildiriladi deydi. Qur'on o'qib turib vafot topgan bo'lsa shu ish ustida. Undan boshqa eng muhimi husnul xotima. Güzel şekilde canı taslim qilish, Allohningki tavfiqi, nisib ish bo'lganligi uchun eng muhim qiladigan oxirgi ishimiz Allohdan tilash. Yusuf alayhissalomdek tilash. Yusuf alayhissalom Alloh taoladan "Tawaffani muslima va alhiqni bis solihin." Ey Alloh, meni musulmon holatda vafot topqizgin deb tiladi. O'ylab boqinglar, bir payg'ambar, Allohning payg'ambari meni musulmon holatda vafot topqizgin deb tiladi. Bir payg'ambar Allohdan bundoq tilgan ekan, biz bu duoga naqadar ehtiyojli. Tawaffani muslima va alhiqni bis solihin. Alloh taolo hammamizni musulmon holatda yashab, musulmon holatda vafot topqilni nasib qilsin. Alloh taologa shu ibodat qilgan shaklda, Alloh taolo qulchilik qilgan shaklda, güzel shaklda jinimizni taslim qilganini nasib qilsin. Va axiru da'vana anil hamdulillahi robbil alamin.